Assalomu alaykum barcha kasasidan do'stlar. Reys Sankt-Peterburg Granitsa kirdi chiqdiga mana passajirlarimiz o'tyapti shu yerdan. Reys Sankt-Peterburg Tyumen qarang. Hali vxodni aniq qilmagan, ko'ryapsizmi? Shu vxod ichkarida mana bu bilet raqami 590 bor, tushundingizmi? Kichkina televizorchada ko'rsatadi, tushundingizmi? Shu vxodni shu ochadi, shu vxodga boradi. Keyin yana ham vxod almashadi, tushundingizmi? Ehtiyot bo'lamiz. Ko'p bolalar qolib ketgan joyi bor. Tushundingizmi? Qolib ketsangiz belki sizlar tуда обратно. Ehtiyot bo'lasiz. Ma'lummi? Sizmi? Tamam, bu yoqqa o'zingiz joyxonaga o'zingiz bilan, tamam. Mana o'zingiz. Reys Sankt-Peterburg Granitsa kirdi chiqdi Tyumenga passajirlarimiz o'tkazdik. Hozir asosda kelyapti, chunki reys задержкада. Bu yoqda kelyapti, bitta. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizga yutavermadi yo Pobedamidi? Bir biletda. Chunki hozir Pobedada passajirlarimizni o'tkazdik-da. Yer shurda bo'ladi, reys. Stoykada. Reys, sizlar bilan hozir 3 kishi o'tib ketdi u yoqda. Hozir yana qolganlari Aeroflotda. Har kimni har reysga yozganman-da. U yerda taksi telefonlarini berganman. Sizga Tyumen passajirlar o'tkazgan ekanlar. Mana biz xizmatdagilar munosabatsiz kirdi chiqdi borasi bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Eng arzon va tez, qulay borib keladigan joyda sizlarga maslahat beramiz va taksilarimiz ishonchli, yaxshi muomalali borib keladi ekanlar. Biroq kamchiligi yo'q. Ular munosabatsiz aeroportdan o'zlari yordam berib o'tkazib beradi. Mana bu aeroport Pulkovo.